bolasi nobud bo'lgan, bolasi rivojlanmagan, o'lib qolgan ayollarimiz ayni momentda 60 tadan ortiq shunaqa ayollarimiz nazoratimda. Qo'limda ham Qashqadaryo viloyatidan qaynonamiz kelganlar. Kelinimiz 2 ta homilasi 4 oylik va 6 oyligida nobud bo'lgan. Sabab birdaniga to'lg'oq tutib tug'ib qo'yadi. Hozir bularni to'liq tekshiruvlarini qilamiz, nazoratda bo'ladilar va qaynonasiga aytibman, endi siqilish, zerikish yo'q. Mani qabulimga kelgan har bitta ayol pozitivniy xarakterda bo'lib, kulib keladi, ixlos bilan keladi va sizning bag'ringiz ana endi sog'lom farzandlar bilan to'ladi. Bizni kimdan eshitib keldingiz? Shunaqangi singlim bizga uchrashgan ekan, farzandli bo'lishdi shular. Farzand ishi ham nobud bo'lgan. Undan keyin sog'lom tug'ishdimi? Tug'ishdi. Asosiy maqsadim meni qabulimda kelgan, bolasi rivojlanmayotgan, bolasi nobud bo'lgan, bolasi tug'ma nuqson bilan bo'lib, ikkinchi homilasini soppa-sog'lom tug'ilishiga yordam beramiz va bizda kelganlar har doim yaxshi natijaga erishadi. Allohdan shuni doim iltijo qilib so'raymiz.